Toshloq tumanining gaz eng baland yonadigan joyida 6 sotixli kotej topib qo'yganman. Lakasidan bir yo'l aytib ketaman, akalar, narxini ham aytib ketaman. Любой narsani qo'ysam, narxini aytib ko'ndirib, narxini tushuntirib qo'yapman. O'zimga talashganda talashyapman. Sizlardan bitta lak kutib qolaman, qaranglar. Lakasiyasi bir yo'li yuqori qishloq bor, paxta punkti bor, bilasizlar. Ashni yonida chap qo'lda kotejlar bor. Ash yerda 2 sotikli emas, 6 sotikli kotejimiz. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Battelar o'zi biladi. Gaz 10 yilda bag'ida eng o'chmaydigan joy, baland joy mana shu yerda, hamma biladi. Faqat egalari qaranglar, akalar, davlat ishida ishlaydi, jicha vaqti yo'q ekan. Jicha xarob bo'lmagan kotejimiz, lekin yangidek turibdi, o'zi olgan. Shetlarcha o't bosib qo'ygan, mana. Naviyasi bor. Bag'da mana hozir kirish joyini ham ko'rsatamiz. Kotejimizda mana kirish, chap qo'lda mana garderob bor ekan, qaranglar. Chap qo'lda oshxonasi, mehmonxonasi, remontlari zo'r ekan. Hali Nurad netib ketmagan, qaranglar. Sanuzeli faqat qarov kerak. Hojatxonasi, mana bitta spanni, yana bitta metta spanni bor ekan. Qaranglar, metdan oshxonadan tashqariga chiqsangiz, ayvoni bor mana. Ochiq ayvoni. Mana metdan eshigi ham bor. Keyin burchagimizda bitta tashqarida hojatxonasi bor, omborxonasi bor yonida. Daraxtlari hamma yo'g'i cho'tki atrofi o'ralgan, o'z bilasizlar. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Nomerlarni yozib beramiz. Narxini 60 mingdan kami bor, deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar.